Assalomu alaykum. Shaqillating. Malish kiraga. Shakir. Kirkav. Ha. Nimaga shaqillatyapti? To'g'ri aka? Bildingizmi? Kiraga malish. Malish kiraga, masaj kiraga. Masaj qilar ekan aka. Masajchi ekan. Mashalloh. Uqalab qo'yar ekan masaj deyarkan, oyog'ingizni, bo'ynlaringizni aka uqalab qo'yar ekan. Har qadamda shaqillatib yurishdi-da. Ha, ko'rdingizmi? Erkaklarni ayolcha kiyim olgan ko'rdingizmi? Yo'q, ularni ko'rmadim. Ularni ko'rmayapman. Haval bor ekan. Bu Peugeot mashinalarni qarang. Bu Movenpick bor ekan, qarang, hotel. Xo'p. Odam mana bu binolar o'zi aslida angliychalar 100 yil oldingi bino ekan. Bu o'zlarining dam olish va otdixli zonalari bo'lgan ekan. Ular ketgandan keyin mana Pokistonliklar o'zlariga kurortniy zona qilishgan ekan bu joylarni. Butun Pokistondan dam olish uchun kelishgan bu yerga. Odamni qarang, qaynayapti odamlar. Rasmchilar. Ya'niki Pokiston. Afg'oniston shapka shunda. Afg'onistonlikmi yo bu yerda ham qaysidir shunaqa qatlam bormikan? O'sha shapka kiyadigan, ha? Bunlarni yaxshi ko'radigan odam qarang. Nimalar qilibdi? O'zi yasagan. Odamni qarang ko'pligini. Mana shu joyga ham o'zbek restoranini ochish kerak ekan. McDonald's bor ekan, KFC bor ekan, turk restoranlari bor ekan. Butun Pokistonda doimiy shunaqa xalq aylanib yurar ekan mana shu ko'chani o'zida. Qaynar ekan. Demak, buncha narsani yegan, biz ovqatni ham yedik. Hatta qilib O'zbekiston deb nom berib ochish kerak ekan. Oshxonachilar Istanbul Lalili ko'chalariga o'xshar ekan bozorda. Qo'ydi. Kashmir tog'lari. Bu yerda Pokistonning eng bagati luylari dam olishga kelar ekan. McDonald's bor ekan, KFC bor ekan, restoranlar. Marid. Bu ovqatning nomi taka ekan. Sababi shu taqir qilib pishirar ekanda. Taka. Mana marketing. Mana shu aka ham marketing. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Mashalloh. Laboni gruzovoy qo'yapti, bu qarang. Qo'ylar o'zi ontarar ekan. Taka. Chalyapti. Taka. Ha, boshladi taka. Nomi shunaqa taka ekan. Thank you.